Opajon nima shikoyat? Nima bezovta qiladi? Grija beldami? Og'rig'ingiz qanaqa? Og'rima shu oyoqqa kelgan. O'zi asl meni oyog'im og'riyapti. Oyog'imga to'piq yorilgan edi. Oy, Singan. yorildi. Keyin To'piq yorilgan, hop. endi bir yil, 1,5-2 yilcha bo'lib qoldi. Oyog'im mana bu tomoni, mana shuncha joyi og'riydi, mana shu yetim. Mana shu yetim kuchli og'riyapti-da. O'sha og'riyapti deb men endi issiq qilib nima qilib yurdim. Keyin bir 10 kun bo'ldimi, belimga og'rib berwardi. Ertalabda haligi namozga o'tirganimda jiqqayib sanchi boshqa bo'ldi, engisha olmay qoldim. Alloh shifoingizni bersin. Keyin endi lekin nimaga kelsak, emirtiga. Endi o'zimiz tushib ketaverdik, anchonga ko'ringanidan vrachga. Shunaqa grija boshlanib qoldi dedi. Bir joyda yotib davolanasiz dedi. Endi yoqqa sharoit bo'lmay bora olmadim endi. Ishdan javob bermadim. Javob bermadi. Tushunarli. Aql o'g'irlikchi. Yelkani tekshiruvchi, hop, bo'yinni, yelkani tekshirgan paytimda egilishlar bor oldinga, umurtqada qiyshayish bor, belda shish turibdi. Chapga egiling. Og'riq bo'ladimi? Chap tomonda bor. O'ngga egiling. Og'riq bo'ladimi? O'ngga unchalik emas. Hop. Urganimda og'riq bo'ladimi? Yo'q. Urganimda og'riq bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Hop, oyoq uchida yurib ko'ring, opa. Buni yechaymi? Mayli, qulay bo'lsa yechib oling. Baqqalab yuravering. Og'riq keladimi? Hozircha bilmayman. Abitdan keyin ko'proq boshlanadi. Qarab tovonda yuring. Deformatsiya bor ekanda bunisi. Unda yurolmayman. Yurolmas ekansa, L5S1 ekan. Baqa yoting. L5S1 nuqtada qisilish ekan. Tovonga yurganingizda nervlarni bosyapti-da, osmonga qarab yoting. Osmonga qarab yot o'yle. Hop. Yotavering, Hatiljon. Oyog'ingizni mana ko'targan mahalimda og'riq bo'ladimi? Sal bor unaqa. Sal bor, mana aylantirgan mahalimda og'riq bo'ladimi? Yo'q, og'riq bo'lmaydi. Aylantirganda mana ichkariga bo'ladimi? Yo'q, bo'lmayapti hozir. Hop, mana ko'targan vaqtimda og'riq bormi? Yo'q, bu yoqda yo'q og'riq. Hop, aylantirganimda bu yoqqa kelmayaptimi? Yo'q, yo'q. Ichkariga aylantirganda kelyaptimi? Yo'q, bu yoqqa yo'q. Hop. Faqat chap tomon. Faqat chap tomonda. Hop, tik turing. Mana. Oyog'ingizni mana sezyapsiz. Kahuda sindromi yo'q. Oyog'ingizni o'zingizga torting. Tortib turing. Mana o'zimni yukimni o'zim tashaman mana. Chap tomoningiz haqiqatan ham sal kuchi yo'q. Mana shu yoqda kuchi yo'q. Og'riq ham bor. Kuchsizlik bor. Og'riq ham bormi shunda? Kahuda sindromi deydi. O'shanga sal o'tish boshlabdi. Ya'ni bosish kuchayib boryapti. Hop, endi onajon o'tiring endi. Baqa qarab o'tiraylik birolar, bu tomonga qarab. Hop, endi bu MRT shunaqa narsaki, kasallikni darajasini bilib beradi. Biz mana obyektiv tekshirganimizda qaysi nuqtadan chiqqanini bilamiz u, lekin bu MRT darajasini bilib beradi. Hop, mana MRT xulosasida mana L4, L5 da qisilish turibdi, L5S1 da ham qisilish bor ekan. Yiqilmaganmisiz, opa? Yiqilganman. Yiqilganmisiz? Unaqa nima deydi, hali sirg'anib chiqib o'tirib qolganman-da. O'tirib qolgansiz. O'sha 2 yil bo'lyapti. Dumg'azada ham ozgina. O'sha yiqilganimda rentgen qildirganman. Keyin 5 kun davolanganman. Ishlab turibdi. Hop, bo'ldi. Tushunarli. Hop. Ana xulosa bo'yicha yelka qismini tugash joyi belli. L1 L2 da 9 mm lik grija bor ekan. Kattaroq ekan, o'sha sal tevaroqda kattaroq ekan. Hali qiyshayapti deyapman, o'sha joyda kattaroq grija bor ekan. Va aytdim deformatsiyalangan dedim, deformatsiyalangan grija turibdi. Hop. Yana bittasi bor ekan. 6 mm lik L4 L5 da ekan. L5S1 da 4 mm lik grija ekan. Hop. Protruziyalar bor. Aseptik atyok turibdi va sariq boylamlar ozroq shishigan. Ya'ni shamollash kuchliroq sizda, opa. Kombinatsion muolaja qilar ekanmiz sizga.
Qo'l sizga buni standart lechevasini qilib beramiz opa. Ya'ni mana bosh miyadan oldin tushuntirib qo'yay kasalingizni opa mana. Bosh miyadan nerv tolalari tushadi mana. Qo'lga o'tgani bor bo'yindan va oyoqlarga o'tgan nerv tolalari bor. Shu nerv tolalar mana shu suyaklarni teshikchasi orqali tushadi mana. Teshikcha orqali tevadan tushadi-da, yon tomondan oyoqlarga tarqaladi. Oyoqlarga tarqalgan joyi bor. Ana shu ikkita suyakni ezilishi hisobiga tog'ay bosib turibdi nervni. Shuni hisobiga siz mana tovonda yurganingizda og'riq bor. Ayniqsa ibitdan keyin kuchayib boradi. Shu deformatsiya, ya'ni yuklama ko'paygan sari mana tog'aylar ezilib boraveradi. Ya'ni mana yorug' narsa ezilib yana battarlashib boryapti. Endi buni davolash uchun birinchi o'rinda sariq boylamni shishgan deyapti. Mana bu yallig'lanishni yo'qotishimiz kerak, dori-darmon qilib. Yallig'lanishni yo'qotmasa bo'lmaydi. Va undan tashqari ezilish turibdi. Ezilishni massaj qilib yengil-yengil cho'zamiz. Uchinchisi mana tog'aylar yorilib qolgan mana bunaqa bo'lib, yorug'i bitkazadigan preparat beramiz. Va fizioterapiya muolajalari bilan uni mustahkamlab qo'yamiz. Shu uchta yo'nalishni birlashtiramiz. Dori-darmon terapiyasi, fizioterapiya va o'sha massaj yo'nalishini birlashtirsak, mexanik ezilish hisobiga bo'lganini yengil-yengil cho'zamiz. Ukordari bilan zarur joylarni ularni birlashtirib davolaymiz. Xo'p. Shularni uchtalasini birlashtirish kerak. Sizniki ayniqsa mana L1 L2 da 9 mm deyapti. Bu mana kalit qilishi mumkin, ya'ni ichlarni qotirib qo'yishi mumkin. Ichak faoliyatlarini ham buzishi mumkin bu nuqtalar va buyrak faoliyatlariga ta'sir qilishi mumkin. Undan tashqari appenditsit deyapti. Mana qovuqqa og'riq beradi. Appenditsga o'xshab sanchib, xuddi bir kasalingiz borga o'xshayveradi, lekin bu yoqdan emas, asosiy ildizi kasallikning bu yerdan bo'ladi. Shuning uchun tushunarsiz belgilar paydo bo'ladi. Mana bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz mana ichakka ta'sir qiladi. Buyrakka ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'sha stapaq tovonga og'riq beradi. Mana tovonga yurganingizda og'riq kelyapti. Tovonga tushgan nervlar bosilib qolgan. Undan tashqari ishiyas uzun to'kirganga o'xshab og'riq bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar bor sizda. Hop. O'sha bitta chiziq kelib belga beradi-da. Shundoq. O'sha narsalar bor sizda. Yelkamda ham sal nima bor-ku, gam beradimi? Yelkalarga ham beryapti. Bu uyushganga o'xshab. Uyushganga o'xshab. Sizda o'sha radikulitlar aralashib kelyapti sizda hozir, radikulit. Ya'ni bu kasallikni kelib chiqishi shamollashga bog'liq, deformatsiyaga bog'liq. Deb qo'ying. Kimiki? Shamollashlar bo'lib qolsa, ezilib qolsa, shunaqa holatlardan bo'ladi. Sizniki ham o'sha shamollash, deformatsiya aralashib kelyapti va sizniki mana misol uchun hozir mana shu 1 metr joyda 24 ta bo'g'im bo'ladi, opa, 24 ta. Shu 24 ta bo'g'imni mana bittasi qisilib qolsa, ikkinchisiga o'tadi, ikkinchisi uchinchisiga. Shunaqa bo'lib turib, bo'yingacha hozir chiqib qolgan hozir sizniki. Chunki hamma bo'g'imlar bir-birisiga yordamchi-da. Tizzani o'zini vazifasi bor, belni o'zini vazifasi bor, yelkaniki, bel, bo'yinni o'z vazifasi bor. O'shalar bitta-bitta vazifasini bajarmagan sari o'zini yukini boshqa yoqqa tashlaydi. Shuning uchun yelkalaringiz ham qisilib boryapti. Davo chorasini aytdim, mana shularni qilish kerak, opa. Yaxshi bo'lib qoladi. Hozir bularga plan qildim, bir 10 kunni plan qildim aka. Quyosh ko'zlasang oyga yetasan degan joyi bor. Balki mana 3 kun, 4 kun yaxshi bo'lib qoladilar, xudo xolasa. 7 kunda, eng uzog'i 10 kun, chunki men bu yerda 2 ta 3 ta grija ko'ryaptim. Bundan tashqari sariq boylamlar kengayib ketyapti. Sariq boylam degani mana bu nervlar. Mana nerv shamollab shishib qolyapti. Shuning uchun ikkita muolajani birlashtirishimiz kerak. Uning uchun ozgina vaqt ketadi. Yana ham yuqori natijaga erishish uchun 2 mahaldan fizioterapiyalarni qilib beraman agar yotsangiz. Men siz mana 100 ta bemordan deyarli 90 tasini 7 kun davolayman. Vitamin kompleks oldim, keyin Melbermni nimadir yozib berdi. Diklofenak switch yozib berdi 10 kunga. Yo'q, endi oldingizmi? Yurib oldim, foyda qilmadi, lekin necha kun bo'ldi unga? Unga qaysi kun bordi? 10 kundan o'tdi-da. 10 kundan o'tdi. Bo'ldi. Bo'lganiga u ancha bo'ldi. Ancha bo'ldimi?
Ha, olganingiz 10 kun bo'ldi, lekin uni olganingizga 1 oy 2 oy bo'ldimi? Yo'q, bir oy emas, 20 kun. Ha, 20 kun. Xullas shu 20 kun ichida doktorga ko'rinib, Haligi sumkam qani? Qani o'shalarni bering. Apelsinlar. Yo'q, to'g'risi. Hop, ana Ichida ham yo'qmi? Tashab keldim. Qog'oz qolib ketibdi. aqayonchilar. Ke. Osmonga qara. Bo'sh. Bo'sh. Hop, mana ko'taramiz. Kuchaymayaptimi? Hop, aylantiramiz. Kuchaymayaptimi? Mana, bundan kuchaymayaptimi? Bundan-chi? Ertalab tursangiz yaxshimi, ertalabkilar? Oyoqlar yaxshi bo'lib qoldi. Ha, faqat bel o'zida qoldi, qarang. Qo'lni boshqa orqasiga qo'ying. Boshingizni saliging, gavdangizni bo'shashtiring. Gavdani bo'sh qo'ying. Qo'lni tushiring. Hop. Hop, opajon, tizzachalab turing, mashq qilamiz endi. Hop. Birinchi oyoq qo'lni ko'tarish mashqidan boshlaymiz. Boshladik. 1, o'ng qo'l, chap oyoq ko'taramiz. Mana bag'rini ko'taring, bag'rini. Bu tomonni. 1, shundoq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, endi tanani 2, 3, ana bellaringizni bo'shashtirib, paylaringiz kuchayib qolibdi ancha, yaxshimi? 4, 5, 6. Hop, endi tazni o'ngga chapga, boshi ham o'ngga chapga. 1. Mana 1 deganda ko'tarasiz, boshni egasiz, tazni olib kirasiz. 1 shu. 2 deganda belni tushirasiz, boshni ko'tarasiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O'rgandingiz-a buni? Hop, endi yonchalab yoting. Hop, endi sal baqiroq keling, pastroq. Buni uzating. Hop, qo'ying. Shuni ushlaysiz. Mana yelkani. Mana o'rganaverasiz mana. Mana yonchalatib mana qilaman nima? Yelkani oldinga 1, orqaga 2 mana. Belingiz qirsillar ekanmi? 1, 2, yelkani belni bo'sh qo'ying. Mana belingiz qirsillayapti mana. Grija bor joylar.
Asosan mana 9 millimetrlik grijangiz bor joy mana shu joy bilan qirsillayapti mana shu. Yelkani oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Sekin-sekin mana bo'sh qo'yasiz yelkani. Ha, bilib oldingiz a? Mana aqa yonchalar. Ha, bitta qo'lingizga bosib yelkani o'ngga, chapga, ha. Oyoqda mana oyog'i qo'l bilan ushlaysiz. Yelkani mana oldinga 1, orqaga 2. Oldinga 1, orqaga 2. Oldinga, orqaga. Oldinga, orqaga. Oldinga, orqaga. Endi pastga qarab yoting opa. O'rgandingiz-a mashqlarni? Shularni qilib turasiz. Oyog'ingizni, oyog'ini mana shunday torting o'zingizga. Yonchalatibroq torting, ha? Torting. 1, torting. 2, torting. 3, torting. 4. Burasini ham torting. 1, torting. 2, torting. 3. Bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Hop, oyog'i bo'sh qo'yamiz. Mana ko'targanimda og'riq yo'qmi? Mana ko'targanimda og'riq yo'qmi? Yaxshi, o'zgarishlar zo'r. Hop. Aylantirganimda og'riq. Belga kelyapgani ham yo'q, ha? Mana bundacha. Yo'q. Mana bundacha mana aylantirganimda og'riq. Yo'qmi? Belga ham kelmayapti, ha? Hop, o'tiring opa. Yaxshi, endi o'rningizdan turing. Qo'lni bosh orqasiga qo'ying. Gavdangizni bo'shashtiring, gavdani bo'shashtiring, bo'shashtiring. Yaxshi, qo'lni tushiring. O'tiring joyingizga. Hop, kechagidan o'zgarishlar qalay bugun? Mana bugun 7-kunmi? Ha, 7 7-kun. 6 kunlik muolajaning natijasini mana bugun ko'ryapsiz. Beldagi og'riq qanaqa? Beldagi. Beldash bitta barmoqda qoluvdi endi asfalimda. Bittalabda. Qanday qilganda o'tyapti turuvdi. U ham hozir Bilinmay qoldi, u ham. Kecha bitta barmoqda joy qoluvdi, kichkina, ha? Endi u ham yo'q bo'lib qoldi. Yaxshi, bugungi muolajani yana olasiz. Bugungi muolajaning natijasini ertaga ko'rasiz. Yana ham harakatlaringiz yaxshi bo'lib qoladi. Hop, oyoq uchida yurib ko'ring-chi. Ha. Oyoq uchida. Og'riq yo'qmi? Aqa o'giriling. Tovonda yurib ko'ring. Og'riq keladimi? Kelmayaptimi? Yo'q. Birinchi kuni yura olmadingiz. Yaxshi o'zgarishlar, davom ettiramiz, mashqlarni qilib turasiz. Tez davolanib turasiz, birinchi yilga. Keyingi yilda, aynan 1 yilda bir marta. Sog' bo'ling.